Nimaga kelgan ekan u? Nima dardi bor ekan uni? Ukam, bilasan, qo'li kaltaroq. Hali hovlining qurilishini boshlab qo'ygan, tomini yopolmayotgan ekan. Aka, imkoniyatingiz bo'lsa, ozgina 3-4 so'm yordam qilib turing. Tomini yopib olay. Hali zamon yog'ingarchilik boshlanib qoladi. Yordam so'rab kelibdi. Shunga xotinjon, endi pulimiz yo'q emas, bor-ku, to'g'rimi? Shu 3-4 so'm ukamga yordam qilaylik. Nima deysiz? Yo'q deyman. Yo'q. Men ham ukam uylanaman deb to'y boshlab qo'ygan. Unga $500 berishim kerak hali. Yo'q deyman. Yo'q deyman. Mayli, uyda pul yo'q ekan deb to'g'ri tushuntiraman-da. Ana qarang, ana qizimizni sovchilar so'rab kelaverib, so'rab, o tuflisini tagi yedirilib ketdi. Yaxshi oilaga o'xshaydi, tagli tugli. Tengi chiqsa tekinga ber degan gaplar ham yo'q emas-ku. Berib yuboraylik. Hali bor. O'qish kerak. Yaxshi joyda ishlash kerak. Menga o'xshab bir ishni tayin ushlash kerak. Hali bor u qizga. O'qisin biron joyda, oliy ma'lumotli bo'lsin. Bo'lmasa mana o'g'limizni qarang, yoshi o'tib ketyapti-da, umri o'tyapti. Hali u bo'lmaydi, hali bu bo'lmaydi. Tanlov ursak, bu xotinsiz o'tib ketadi. Mendan jon berdim. Menga yoqadigan, meni ko'nglimga yoqadigan qiz chiqmayapti. Menga yoqish kerak o'sha kelin. Men bilan uyda bo'ladi, u yeri ko'chada bo'ladi. Menga yoqish kerak gilamisi. Bu turishda o'g'ling uylanolmaydi-yu. Dada, ena. Dada, Ha. suyunchi bering, xushxabar. Ya, sigirimiz tug'dimi? Yo'q, Ya, ishga joylashdingmi? yo'q. Ha? Uylanishga qiz topdim. Ya, ana, va nihoyat, baraka top bolam. Ana, o'zingga ma'qul keldimi? Xo'plabsan. Yo'q, bo'la jonimdan da. To'xtang, ajoyib qilsanmish. Kim u? Qayerdan u? Zoti kim uni? Ena, bekatda turgandim, bir qiz ko'rib qoldim. Olovday lovullab turibdi. Ko'rdim, sevdim. Eshitsangiz, siz ham xursand bo'lasiz. Sizni qizlik qishlog'ingiz gala tentakdan. Rostdan. Shomroq qassobning qizi Shafaqat aka. Taniyman o'sha faqat, taniyman men. Nasa zo'r ish qilsan bolam. Voy xursand bo'ldim, juda xursand bo'ldim. Dadangga e'tibor berma, xursandchiligidan yig'layapti. Dada, siz nima deysiz? Sizning fikringiz? Men nima deyman endi, qiz bilan ikkoving bir-birlaringga ko'ngillaring to'g'ib tushgan bo'lsa, onangga yoqqan bo'lsa, men nima ham deya olaman? Menga aytsang bo'lmaydi shu gaplarni. Asosiysi oilani boshqaruv meni qo'limda. Menga yoqdi, ertaga to'y qilamiz. Rostdanmi? Rahmat oyijon. Ha, bo'lama. Bitta meni kuyganim yetmasmidi? Nima qilasan, boshingni baloga tiqib, galatin taqish. Urug'iga o't tushsin bo'lardi. May tugaguncha qadrli shisha, u tugagach uloqtirar uni hamisha. Men-ku achinmayman may zavoliga, hech kimsa tushmasin shisha holiga. Yonginam, sen bilan bizni hech kim tushunmaydi, nimaga ichasiz deb mana ko'rib turibsan, xotinam ketvar. Ketsang ketaver dedim. Ichish tashlasangiz kelaman. Kelmay qo'yaver. Oldik jonginam. Chiq yo'qol, kerak emassan xotin. Yo'qol, chiq. Voy. Dadasi sharmanda qilmang, mahallada hamma uyat qiladi. Og'ir bo'ling dadasi. Men senga necha marta aytdim, o'zingga qarab yur deb. Meni oshna og'aynilarimni ayollari o'ziga qaragan, chiroyli kiyingan, salonlarga borgan. Seni o'shalarni davrasiga olib kirishga uyalaman men. Voy, mana yaqinda kelgan. Jennifer Lopesni qara, 56 ga kirgan kampir. O'ziga qanaqa oro berib qarab yuribdi. Tushingni qara. Momamdan qolib ketgan kuynayni kiyib olib, bugundan boshlab sen bilan ajrashaman. Yo'qol, chiroyli zamonaviy bir ayolga uylanaman. Tushundingmi? Yo'qol.
Salom qo'shni. Shirin qilib berasizmi? Ha. Uzr. Siz xafa bo'lmang. Tishlangan non ko'chada qolmas. Ko'chada qolsa qaysi it yemas. Nima? Tish ko'zmuchoq ko'chada qolmaydi demoqchiman. Siz xafa bo'lmang. Sizni qadringizga yetmagan ana u ahmoq ekan. Mana meni bilasiz, bir haftadan beri bevaman. Siz ham mana ayni daqiqalardan boshlab bevasiz. Keling, ikki beva bu kamni to'ldirib, birga yashaymiz. Men sizni boshimda ko'tarib yuraman. Qani biz uyga kiramiz. Keling, bering qo'lingizdagini. Mayli. Boshimda ko'tarib yuraman. Aha, qo'shni. Voy. Yersiramay o'l. O'zingiz haydab yordingiz-ku. Men seni sinamoqchi edim. Xo'p. Sinovdan o'tding, kir ichkariga. Tinmay tinchlik bo'lsin. Iloyim. Senga ham Alloh shifo bersin, sog'ayib ketdi. Kelin bilan qo'sha qara, jiyan. Sog'ayib ketdim hisob, tog'a. Yaxshimisan? Mana qarang. To'qsonga kirgan choyday ko'krayib qovding, bilasanmi? Voy, assalomu alaykum. Tog'ajon, yaxshi keldingizmi? O'g'illarimiz yaxshimi? Uydagilar yaxshimi? Kenayam yaxshimi? Bolalar yaxshimi? Zap kelibsiz-da. Xush kelibsiz. 10 kundan beri chetdalarga manda olayapti, zap kelsa. Endi chizim bilan ko'rishadi-da, dadasi. Haydan. Kelinjon, mana eringizni binoyiday qilib qo'ydim, ko'rdingizmi? Men buni qirchillab turibdi, buni qarang. Ha? Endi-chi, tog'a, to'g'risini aytsam, to'g'risini aytsam, tabiblikdan rostdan xabaringiz bor ekan. Men ishonmasdim siz tabib desa bor-ku. Zo'r tabib ekansiz. Bizim bobolarimiz tabib bo'lgan. Ana, ko'rdingizmi? Mehnatlaringiz zoya ketmadi. Mana qarang, ertalabdan kechgacha hovlini gir aylanib yugurib bo'ladi-ya. Qilmaydigan bo'lib qoldi-ya. Endi faqat hovli tomlagan chiqib ketyapman-ku. Kelinam xursand. Ha? Ana. Nima qilaysiz? Endi kechasi ham tinmayapman, kunduzi ham tinmayapman, tog'a. O'shanga sizga minnatdorchilik yuzasidan bir sovg'a bermoqchi edim. Ha. Sovg'a shart emas edi-ku, mayli. Nimaga unaqa deysiz? Shuncha mehnat qildingiz-a, tog'ajon. Men sizga bir sovg'a bermoqchi Ha, edim. ha. To'g'risini aytsam, endi olasizmi, yo'qmi bilmadim-ku. Taka bermoqchi edim sizga. Taka? Taka. Yani yaxshi o'ylabsan lekin. Yaxshi o'ylabman. Ha? Olasizlar takani. Yo'q, bersak olamiz. Ana, ko'rdingmi? Taka beraman desam, taka bermang dedi. Tog'ajon, men aytdim. Tog'aga takani bermang deb xudoni zorini qilyapman. Mana. Qancha mehnat qildingiz? 10 kun kelib xo'jayinimni davolab berdingiz. Taka arzimaydi. Ko'rdingizmi? Taka arzimasmish. Ya, haqqim mana shu xotiningda farazat yo'qda, aql yo'qda. Oynani erkagi o'zingmisan? Amanda. Seni gaping gap, so'zing so'z bo'lishi kerak. Kirma xotinni gapiga. Yo'q, men ham shuni aytaman. Endi gap bundayda, kelinjon. Oilada erkakning gapi gap, so'z bo'lishi kerak. Erni gapiga quloq solgan ayol baxtli bo'ladi, saodatli bo'ladi. Er rozi, Xudo rozi degan. Ha. Erni gapiga kirib turish kerak. Ha. Men ham shuni aytaman, meni gapimga kiraver, taka beraveraylik desam, yo'q, taka bermaysiz, taka arzimaydi, qo'chqor berasiz dedi. Ha? Nima? Qo'chqor berasiz dedi. Qancha energiyalaringiz ketdi, qancha kuchlaringiz ketdi. Qarang, yotgan xo'jayinimni qanaqa chiroyli qilib, otday qilib qo'ydingiz. Voy aylanib ketgan kelinjonimdan shunday bir farosatli, aqlli ayol ekanligingizni bilmagan ekanman. Ey, jiyan, omading bor sani. Shunday xotining bor, qara aqlni qarang, buni farosatini qarang. Mana shu kelinni gapi to'g'ri. Mana shu kelinni gapini olish kerak. To'g'ri aytibdi. Ha bu hozir farosati yo'q, buni gapiga kirmagin deb turuvdingiz-ku? Yo'q, men gapimni qaytardim. Kelin, juda farosatli ayol. Rahmat. Mana shu erkak kishi hadima emas, onda-sonda xotinning gapiga kirib turish kerak. Tog'ajon biladi. Qo'chqorni olib chiq jiyan. Sen nima qilyapsan?
Oyi, xabaringiz bor, yaqinda sertifikat olishim kerak. Imtihonga tayyorlanyapman-da. O'qib olim bo'larmi deng? Men ham ozgina o'yla onangman-ku. Kelin olish kerak. Qara bu yoqqa, bu yoqqa. Mana qara, Ma'rifatning qizi, sinfdoshim bor-ku, Ma'rifat shuni qizi. Bo'yini qara uzunligini. Mana sinfdoshim Manzurani qizi. Ko'zlarini qara, yonib turibdi. Onasini ham bizdan rosa yigitlar yurardi. Uncha-munchani kuydirardi. Mana bu Mohigulda qizi, buni qara, lablarini, burunlarini qara qanday chiroyli. Oyi, shu uchala qizni ham rasmini Telegramdan menga tashlang. Men bir ko'ngil tarosida bir tortib ko'raychi bularni. Ko'nglingni ko'chasiga tez o'yladi, tez ayt menga. Sovchilikka borishim kerak mening. Xo'p, ena, xo'p. Ko'chada bo'laman. Bu tez qara. Dada, yaxshi o'tiribsiz. Ke. Tinchlikmi? Nima gap? Endi dada sizdan bir narsa so'rasam. So'ra. Mana uylanishimga nima deysiz? Uylanishingga men nima deyman? O'zing bilasan, bolam. Bu nima deganingiz? Siz yoshingiz katta, dadamsiz, bir maslahat bering deb so'rasam, o'zing bilasan deganingiz nimasi? Ey, menga qara, bolam. Hozir uylanma desam, ichingdan xafa bo'lasan. Uylan desam, 5 yildan keyin aniq mendan xafa bo'lasan. Shuning uchun o'zing bilasan, bolam. Mana, misol uchun, siz ayam bilan qanday qilib tanishgansiz? Enang bilan bizda o'zimizda bir romantikamiz bor. Enang avtobusda konduktor bo'lib ishlardi. Men talaba edim. Shu yo'lkira tejalsin deb shuni bir ko'nglini ovlab, yo'lkira tejalsin degan bir maqsad paydo bo'ldi. Shu bir kun aytdim, men shuni bir boshini aylantirib, bir ko'ngliga yo'l topib bir muhabbat o'yinini qilsam, yo'lkira tekinga tushib qoladi deb o'zimcha xayol qildim. Enangga gap otgandim, o'lib turgan ekan, chippa yopishdi-da. O'zim ham bilmay qoldim. Yo'limga hamroh bo'larmi dedim, umrimga ham hamroh bo'ldi. O'shanda yomon qattiq adashganman-da. Shuning uchun men senga maslahatim, variantlar bo'lsa, ko'rib, yaxshilab, keyin tanlab uylanganing yaxshi. Dada, menda bir yo'g'i 3 ta variant bor. Mana onam tashlab berdi. Haligi, mana qarang. Bunisi Manzura dugonasi bor-ku, haligi gapdagi o'rtog'i, sinfdoshi shu. Mana shuni qizi ekan. Qiz yaxshi, Manzura bo'lmas ekanda, onasi. Mana bunisi Ma'rifat dugonasini qizi. Onasiga o'xshab turibdi o'zi. Ma'rifatning qizi bo'lsa, bu ham senga to'g'ri kelmaydi bo'ladi. Olib tasha buni. Mana bu Mohidil dugonasini qizi ekan. Shu yil o'qishni tugatibdi. Uchalasi ham senga to'g'ri kelmaydi, bo'lmaydi. Bularning onalari meni yoshligimni eslatadi. Men endi yoshlik, beboshlik degandek bolam endi onalari bilan tariximiz bor-da, shu esga tushib qoladi. Birantasiga quda bo'lsam, ertaga bir dasturxon atrofida o'tirishimiz bor, ko'z-ko'zga tushadi. Bu yoqda men hijolat, u yoqda u hijolat, bir-birimizga qara olmasdan qo'y bolam. Boshqasini top. Kel, menga qara. Undan ko'ra mana Shokir, meni og'aynim, sinfdoshim Shokirni qiziga uylan. Haligi sizni o'rtog'ingiz yozin qishin do'p kiyib yuradigan, boshqa do'ppi tushmaydigan. O'sha. Voy, qara qizini qara, bo'y basti kelishgan. Bir tomchi suv-ku bu, Ey, qara. Oppoqqina qaddi qomati kelishgan. Shunga uylan. O'qishga kirishdan avval ko'rgandim. Menimcha shu o'qishini shu yil tugatib kelsa kerak-ku. Shokirni qizi bo'lmaydi. Nimaga? Shokir meni yoshligimni eslatadi. Bizni ham o'zgacha tariximiz bor. Elchor aka ko'rmaysizmi? Mana keliningiz, xotinim, u desam, bu deydi, bu desam, u deydi. Bir shapaloq urdim, enasidan keyin ketib qoldim. 3 kundan buyon bo'larim bo'ldi aka. Qaragan ukam, oilada erkak kishini o'zini o'rni bo'lish kerak, xo'pmi?
agar kelin sani gapingga kirmadimi, to'g'ri qilgansan, boru. Qayda borish kerak? Bunaqa xotin bilan yashamaslik kerak, tushundingmi? Yo'q, shunaqa deysiz, lekin mana kichkinani bog'chasi, kattani maktabi, mana shu yerimga keltirdi, uy ro'zg'or aka. G'alas qilmagin ukam, xo'pmi? Ko'cha to'la xotin. Men senga topib beraman, tushundingmi? Qanaqasidan kerak? Modnistami? Qanaqasida kerak? Ukam, menga aytgin. Menga qaragin, men shu jononni senga ko'ndirib beraymi? To'g'ri aka, jon aka. Bizga tinchlik kerak aka. Ortiqcha muammo umuman kerak emas. Qo'ying. Qarab tur, ukam, men senga hozir ko'ndirib beraman. Qara, o'tirishini yolg'iz. Chor aka, shu ishni yaxshi qilmadingiz-da. Menga qaragin, eri bor ekan-u, lekin eridan ajratib olib beraymi, ha? Qo'ying aka, qo'ying. Aka, men o'zimni xotinimni olib kelay. Borib yalnay desam, 4 ta akasi bor devday. Borishga qo'rqib turibman aka. Men senga turib beraman, ukam. Tushundingmi? Xo'sh. Meni jononimga qaysi birlaring gap otdilaring? Aka, mana shu. Men bunga aytdim, tinchlik kerak, muammo kerak emas dedim. Bu hali yoshda, g'o'rda, qo'ltig'idan tarvuz yorilmagan. Chor aka, nimalar deyapsiz aka? O'tir o'zingni, eshak. Men bunga aytdim. Ey, birovni xotiniga gap otma dedim. Hammasiga mana shu aybdor. Chor aka. 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 Chor aka. Assalomu alaykum. O'zlari-yu. Aka, hormang yaxshimisiz? Alaykum assalom. Aka, bir bag'rimga bosib qo'y, bir bag'rimga bosib qo'y, bir boshqaga. Bu Men boshqaga. bu ali adashib qoldim shekilli. To'yxona bor edi shu atrofda. To'xona? Ha, narigi ko'chada bor. narigi ko'chada. Bitta adashib kiribsiz-da. Mayli aka, sog' bo'ling. To'xtang. Ya aka, qayerga ketyapsiz? O'z oyog'ingiz bilan kelib turibsiz-ku aka. Aka, shoshyapman-da, Aka, biz kutishyapti. muxlisingizmiz aka, muxlis tashlab ketmaydi jon aka. Biz sizni yaxshi ko'ramiz. Rahmat. Oilaviy yaxshi ko'ramiz. Ko'rsatuvlaringiz bormi, boshqasi bormi? Hammasini oilaviy uyda o'tirib ko'ramiz. Katta televizorimiz bor. O'shanda mazza qilib ko'ramiz aka. Rahmat. Butun oilam hurmat qiladi sizni. Lekinchi sizni o'sha ijtimoiy tarmoqlarda YouTube bormi, Instagram bormi, Telegram bormi? Hamma chiqqaningizga like bosaman aka. Aka, shoshib turibman-da. To'yxonada kutishyapti. Aka, bitta like bosing. Bitta like jivoyiga bosdim deb yuraman-da aka. Bitta like. Tezlashing aka. Ana, Bo'ldimi? 5 aka. Aka, bo'ldi. Aka, lekin qalpoq yoryapsizlar lekin. Aka, men qalpoqda umuman chiqmayman men. Ha, bo'ldi. Adashdim. Qahqahada chiqasiz aka. Taniyman-ku sizni. Aka, qahqahada ham chiqmaganman men. Sho'rdanakda chiqaman. Ha, nima deyapman? Men nima? Artistsizni taniyapman-ku aka sizni. Aka, muxlis ekansiz. Yo, men sizni juda bir nima deydi? Yaxshi ko'raman. Aka, bitta rasmga tushaylik. Aka, tezlashamiz, shoshyapman-da. Bo'ldi. Bitta rasmga tushamiz, esdalik bo'lib qoladi. Qara, telefonni bering. Oling, o'z telefoningizni oling. Sizni telefoningizga tushmaymizmi? Aka, meniki kichkina telefon, kamerasi yo'q. Siznikida bor-ku. Oling, esdalik bo'lib qoladi aka. Bering. Ana, bo'ldi. Ana. Endi buni aka, istoriyaga qo'yib qo'ying, xo'pmi? Keyin menga adresni beraman, chiroyli qilib bir rasmni jo'natasiz. Katta qilib ikkalamiz rasmimizni uyga portret qilib osib qo'yaman aka. Muxlisda endi biz aka, muxlis. Yaxshi ko'ramiz aka sizni. Xo'p, aka, sog' bo'ling. Aka, ishlarga rivoj. Mayli aka. Kuzatib To'yxona boring. yoqda. Hop, to'yxona yoqda. Aka, siz o'tiravering, men o'zim qarab turaman. Haydang, chiqing. Haydavering. Haydavering. Voy b***lar. Tosh bu yoqqa.
Nima qilding buni? Nima qilding men buni? Men buni qaragin, men buni. Nima qilding men buni? Va men buni ko'r, nima qilding? Nima qilding buni? Aka hech narsa emas, ozgina chizilibdi-ku. Nima? Men buchi, men bu nima bu? Bu nima bu? Bu nima? Ha? Men bu nima bu? Men bu nima bu? Aka bu yoq chizilgan-ku, bu yoqqa qanaqasi bu? Men urgandan keyin men vibratsiya berganda, men buni qarang. Voy, men buni qarang. Voy, nima? Tishilib ketdi bu. Orqa tomonga qanaqa u? Oldin urgan tish bordi. Yo'q, tish bordi. Men voy, men bu yoqda ham bor. Odamlar qarayapti jon Ya aka. qarasin-da. Menchi peshona terim bilan bu mashina arendada, arenda 4 ta bolam bor meni. Men peshona terim bilan tirikchilik qilaman. Sen to'yga chiqasan-da, ikkita latifani choqqani qilib ketasan, to'g'rimi? Bizaniki peshona terim. Qilib berasan. Aka bo'ldi aka, baqirmang. Bu muxlisman dedingiz-da aka, kelishamiz. Kim muxlis? Yaxshi ko'raman, muxlisman, oilaviy, bola chaqam bilan ko'raman dedingiz-ku. Menmi? Ha? Men seni vash taniyman, tushundingmi? Men seni-chi umuman yomon ko'raman. Televizorga chiqsang-chi, vash o'chib tashlayman televizorni, tushundingmi? Men seni vash ko'rmayman. Bu layk bosaman dedingiz-ku. Layk bosmayman men vash. Menga qara, gap aylantirmagin. Mashina qilib bermaydigan bo'lsang, ana uchastkovoy. Yer kiramiz. Kerak emas aka. Yer kiramiz. Ozginaga tirnalibdi, chizilibdi, hech narsa emas-ku aka. Endi Shu ozginami? Ant turgansan, men chizgansan, men kechgansan, men bu odam bukilgan joyi bor. Shu ozginami shu? Ha? Qilib berasan, qilib bermay ko'rchi. Ha, qarang. Boya rasmga tushdik, selfilarga tushdik aka. Ozgina hurmat qiling aka. Selfi? Ha? Tupurdim selfingga, tushundingmi? Ol telefoningni. Hozir ko'zim oldida o'chir. O'chir hozir hech qayerga qo'ymagin. Tushundingmi? Meni unaqangi shantaj qilmagin. Qilib berasan mashinani, qilib berasan. Bo'ldi, men ustamga borib qilib beraman aka. Bo'ldi, jon aka, qilib beraman. Sen ustangga? Ha. Sen ustangga bormaymiz. O'zim ustam bor. O'shanga olib borasan, tushundingmi? Bormay ko'rchi. Hamma yoqni qilib beramanmi? Kaprimont qilib berasan.